5 ta operatsiya bo'lsam ham bunchalik kasal bo'lmagandim. O'zimga kelishim bilan birinchi qiladigan ishim bolalarning xonasini porядкa qilish va kerakli kiyimlarni berib yuborish. 4 kun davomida kuchli shamollash bilan yotdim. 5 ta operatsiyada ham o'rnimdan turib yurib ketgandim. Bu oddiygina gripp meni shunchalik yiqitdi. Menimcha bu oddiy gripp bo'lmasa ham kerak deb o'yladim. Test topshirganimda bir kun ko'chaga chiqib hushimdan ketib qoldim. Indamigina 4 kun yota qolay deb 4 kun kapelnitsada yotdim. Dorilarimni vaqtida ichdim. Pastelli rejimda yotib davolangan 1000 marta yaxshiroq ekan chem oyoqda o'tkazgandan. Tomoq og'rig'im hali ham bor, lekin ancha o'zimga kelib qoldim. Uylarimni yig'ishtirib olib, kiyimlarimni almashtirib, cho'milib, sochlarimni quritib, qolgan ishlarimni davom ettirdim. Nimaga bu virus bunchalik odamlarni yiqityapti tushunmadim. Sizlar ham holsiz bo'lib qoldinglarmi? Energiyaga boy qiz edim, energiyam 0 bo'lib qoldi. Bolaga yangi pastelli belyol olgandim, kuchim yetmadi. Keyinroq kechroq tashlab qo'yaman. Ozgina dam olay dedim, chunki hali yana 3-4 kunlik lecheniam bor, lekin men o'rnimdan turib olganman. Nimaga biz o'zbek ayollar shunaqamiz? Uyda ishim qolib ketadi, kasal bo'lmay tura qolay deymiz. Ozgina o'zimizga kelib olganda ham, lekin hali oxirigacha davolanmasimdan ham ishlarimni qilishga tushib ketdim. 4 kun davomida xo'jayinim baraka topsalar, bolalarga qaradilar, bog'chaga olib borib keldilar, ovqat qildilar. Oyim kelib ozgina qarashdilar. Ular bo'lmaganda men nima qilardim? Oshxonani har bir burchagiga har kun yig'ishtiriladi. Благодаря meni kichkina o'g'lim, chunki hamma narsalarni o'ynab yoyib tashlaydi. O'zicha nimadirlar pishirmoqchi. Ishlarimni qilgunimcha obed bo'lyapti. Tez obedlanib, idishlarimni yuvib, vitamin va dorilarimni ichib oldim. Endi ujinga nima ovqat qilishni o'ylash kerak. Kapelnitsamni olsam, shu bilan bog'cha vaqtiga ham to'g'ri kelib qoladi.